Qonun barcha uchun barobar. Uni chetlab o'tish yoki javobgarlikdan qutulish uchun qilingan har qanday harakat ham jinoyat hisoblanadi. Samarqandda qilg'likni qilib, undan qutulish maqsadida yana bir qonunbuzarlikka qo'l urgan shaxs ushlandi. Gap shundaki, qoidabuzarlik sodir etgan shaxs yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilganda, buyruqqa bo'ysunish o'rniga avtomobilni piyodalar yo'lagidan harakatlantirgan. Ustiga ustak, u javobgarlikdan qutulish maqsadida xodimlarga pora ham taklif qilgan. Siz yo'l patrul xizmati xodimining xizmatda foydalanadigan bodi kamerasidagi tasvirlarni ko'ryapsiz. Shovvoz haydovchi bir necha martalik ogohlantirishga ham quloq solmagan. Qonun ustuvor jazo muqarrarligini ta'minlash maqsadida zudlik bilan qoidabuzarni topishga kirishilgan. Haydovchi qochib qolib Kanada chegarasigacha yetib olaman deb o'ylagan shekilli, oradan ko'p vaqt o'tmay topilgan. Ushbu Gentra rusumli transport vositasi haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatlanishni piyodalar o'tish yo'lagidan qarama-qarshi tomondan o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holatda davom ettirib ketgan. Holat aynan men turgan joyda Bulung'ur tumani hududidan o'tuvchi avtomobil yo'lida sodir bo'lgan. Transport vositasini hujjatlari tekshirilganda old yon oynalari yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining ruxsatsiz qoraytirib olganligi hamda yo'lning qatnov qismiga qarama-qarshi harakatlanib ketdi. Haydovchini oldiga kelganida haydovchi transport vositasini eshiklarini qulflab, meni ustimga haydab, bir necha bor qilgan qonuniy talabimni bajarmay noma'lum tomonga harakatlanib ketdi. Shuncha qilmishni-ku qilib qo'yib, shunda ham xulosa chiqarmagan Shovvoz ana endi javobgarlikdan qutulish maqsadida Bulung'ur tumani Ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlariga 6 million 200 ming so'm miqdorda pora berishga ham uringan. Piyodalar yo'lakchasiga chiqdim. Piyodalar yo'lakchasida odam hali ham yo'q ekan. O'shani harakatlanib qochdim. O'rtog'imning uyiga borib, mashinani qo'ydim. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari meni topishdi. Ichki ishlar organlari xodimlari va yo'l patrul xizmat xodimlari oila a'zolaridan valqimdan uzr so'rab qolaman. Ichimga bu xatoni takrorlashni maslahat bermayman. Qilgan ishimdan pushaymonman, kechirishlarini so'rayman. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Nozima Karimova, Shahboz Samatov, Samarqanddan.